Yo'qolgan qiz siri. Shahar odatdagidek tinch edi. Kechki soat 21:30. Lekin xona bo'sh edi. Telefoni uyda. Sumkasi joyida, lekin Zuhro yo'q. Politsiya ish boshladi. Bu ishni tajribali tergovchi Akmal oldi. U ko'p ish ko'rgan, sovuqqon, mayda detallarni ham o'tkazib yubormaydigan odam edi. Birinchi tekshiruv. Ko'chadagi kuzatuv kamerasi yozuvlari ko'rildi. Soat 21:42. Zuhro ko'chadan o'tyapti. Orqasidan qora rangli mashina sekin harakatlanmoqda. 21:44. Video birdan uzilib qoladi. Akmal bu joyni yana qayta ko'rdi. Bu oddiy o'g'irlash emas.